Idish tovoqlaringizda xunuk qilib ko'rsatadigan nakleykalardan qutulmoqchi bo'lsangiz, vatniy diskni uksus bilan bo'ktirib, o'sha nakleyka ustiga 10-15 minutga qo'yib qo'ying. U bo'lgach sidirib artib oling. Ikkinchisi, o'sha nakleyka ustiga skotch yopishtirib, shamga qizdirib oling. Uchinchisi, fenga yaxshilab qizdirib, osonlikcha olib tashlang. Agarda farzandingiz qo'liga nakleyka yopishtirgan bo'lsa, o'sha nakleyka ustidan skotch yopishtirib, skotch yordamida osonlikcha olib tashlang. Agarda qolgan pitssani o'zingiz bilan ixcham qilib olib ketmoqchi bo'lsangiz, pitsalarni ochiladigan qismining burchagiga joylashtiring. Yopiladigan tomonini kesib tashlab, videoda ko'rsatilgandek qolgan qismlarni bukib oling. Mana shunaqa korobkalaringizda akkuratni qilib yopib qo'ymoqchi bo'lsangiz, uchta tomonini ichiga kirgizib, ikki chekkasini ichkariga qarab buklab oling va qolgan bitta tomonini ham ichkariga qistirib qo'ying. Udobniy va akkuratniy bo'ladi. Qolgan chipslar to'kilib ketmasligi uchun ikki uchini oldiga qarab buklab, videoda ko'rsatilgandek orqa qismini aylantirib qistirib qo'ying. Piyolalaringiz shkafingizga sig'mayotgan bo'lsa, ularni tarelkaga mana shunday joylab, taxlab qo'ying. Agarda tort va piroglaringiz juda kremli bo'lsa, ustiga vatniy palochkalar yoki sushi palochkalarni tiqib chiqib, keyin strishlasangiz kremlariga tegib qolmaydi. Tortlaringizni idishga solib berishdan oldin qoshiqchangizni upakovichni qog'oz bilan o'rab, keyin solib bering. Qolgan tortni qopqoq ustiga qo'yib, keyin idishini yopsangiz, kremlari shuvalib ketmaydi. Bayram tortini mana shu usulda bo'lib bersangiz, hammaga yetadi. Konditerskiy meshokni mana shu usullarda kesib chiqsangiz, bayram tortini krem bilan chiroyli qilib bezatish uchun krem uchun maxsus nasatkalarni keragi ham bo'lmaydi. Va menga obuna bo'lishni unutmang.